to'rt xil mizojdagi kishilar ichida qaysi xil mizojdagi kishilarningki ruhiy kasalliklarga, ya'ni tashvishli kasallik va xomushlik kasalligiga giribtor bo'lib qolish nisbati bir qadar yuqori bo'ladi. Oldingi qitim biz shu ruhiy kasalliklardan tashvishli kasalligi bilan mush buruq turumli kasallik to'g'risida ko'pchiliklar o'rtoqlashgan. Shuningdek nurg'ulagan do'stlarimiz mush to'g'risida savollarni so'rab qoldirib qo'yapsizlar. Ya'ni bu tibotimizda mizojni, ya'ni to'rtlik to'rt xil og'a araymiz, ya'ni quruq sovuq mizoj, quruq issiq mizoj, o'l issiq mizoj va o'l sovuq mizoj. Ya'ni ayrim holda sapra xillik kishilar, balg'am xillik kishilar, qon xillik kishilar va savdo xillik kishilar deb to'rt turga ayiramiz. Odatda Muşu mizaj nuqtasini aytgan chog'da shundaqla mizaj xilit nazariyasi bo'yicha aytgan vaqtda odatda mush ruhiy kasalliklar giribtor bo'lish nisbati bir qadar yuqori bo'ladigan kishilar sapra xillik kishilar bilan savdo xillik kishilar bo'ladi. Ya'ni sapra xillik kishilarda bo'lsa ruhiy inkosi bir qadar tez, sirtqi shaylarga nisbatan inkosi bir qadar tez, oson hayajonlanadigan, oson achchig'lanadigan, undan keyin sirtqi qarta inkosi bir qadar tez bo'lgan kishilar to'pi bo'lganligi uchun bu xil kishilarningki jamiyat tarafidan bo'lsin va yaqinlar tarafidan bo'lsin uchraydigan har xil mushu bisimi deymiz, uningdagi ruhiy ta'sirot deymiz bir qadar tez bo'ladi. Shunda bo'lganligi uchun bu xil kishilar osonla mushu buruq turumlik kasalligiga, ya'ni oson hayajonlanadigan, oson pushaymon qiladigan shunday tipli kishilarga mayil bo'lganligi uchun osonla mushu ruhiy kasalliklarga giribtor bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Onundan keyin mush savdo mizojli kishilar dedik. Savdo mizojli kishilar, ya'ni mush quruq sovuq mizojli kishilar, ya'ni savdo kishilar deymiz. Bu xil kishilarningki sirtqi inkoslarga bo'lgan ta'sirot unda tez bo'lmasimi, lekin mush o'ylanish, tafakkur qilish quvvati bir qadar kuchli bo'ladi. Ya'ni xiyol qilish quvvati bir qadar kuchli bo'lganligi uchun sirtqi ta'sirotlarga nisbatan tez inkos qaytaganda qilmagan bilan ruhiy jihatdan ichki tushkunlik bo'ladi. Uningdan boshqa mush ichki qismida bir qadar o'ylanishchiq bo'lganligi uchun bu xil kishilar asalla mush sezgurlik ishib ketganlik tufaylidan uyqusizlik, xomushlik, uningdagi sirtqi ta'sirotlarga nisbatan bak o'ylanadigan, ya'ni o'ziga bisim qilib olgan shunday xarakterni o'ziga mujassamlagan bo'lg'achqa bu xildagi kishilarimiz asalla shu ruhiy kasalliklarga giribtor bo'lish nisbati bir qadar yuqori bo'ladi. Onun degan qo'shimcha qilib biz mushu balg'am mizojlik va qon mizojlik xillik kishilar to'g'risida o'rtoqlasak, ya'ni mushu balg'am xillik kishilarningki odatda mush sirtqi inkoslarga nisbatan ta'siroti bir qadar osti bo'ladi. Undan keyin bu kishilarni biz osmonning pichoqchisi ostida mo'miyaydi deb qo'yamiz hamda. Mushunda do'stlarimiz bor. Ya'ni sirtqi inkoslarga nisbatan parvoyim palak deb yashaydigan, undan keyin bu kishilarning sirtqi boshqalarningki tafakkuriga bo'lamdi, boshqalarning hissiyotiga bo'lamdi, xiyoliy shunda bo'lganligi uchun bunday kishilarimiz osonlikcha o'zida ruhiy kasalliklardan yiroq bo'ladi. Faqat sovuqdan bo'lgan kasalliklarga nisbatan jismoniy kasalliklarga bo'lgan qarishi bir qadar yuqori bo'ladi. Undan keyin mushu qon mizojli kishilar, ya'ni o'lis xilitlik, o'lis mizojli kishilar deymiz. Bu xil kishilarningki sirtqi turmush shaylarga nisbatan qizg'inligi, muomalasi bir qadar yuqori. Undan keyin bu xil kishilarda mushu moslashish kuchi bir qadar yuqori bo'lganligi uchun osonla boshqalarni o'ziga moyil qila oladi. Ruhiy kayfiyati shunday yaxshi ko'tarangi bo'lganligi uchun bu xil kishilarimiz osonlikcha yuqorqidek ruhiy kasalliklarga giribtor bo'lib qolmaydi. Yoki bo'lmasa to'n deb qaraladi. Shunglashqa do'stlarimiz yuqorqi mazmunlarimda azdir ko'pdir. Balkim savolliklar bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'sinda qabul qilishinglarni chunki umid qilaman. Undan boshqa mush to'g'risida qiziqadigan yoki bo'lmasa o'rtoqlashni xohlaydigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, o'rtoqlashsak bo'ladi. Undan keyin do'kon o'rningiz nerede, adresingiz nerede, qanday ko'rishimiz degan do'stlarimiz bor ekansizlar. Meningki do'kon o'rnim Qog'iliq Noylik cho'ng bekatning yon tarafida, ya'ni Sarqo'l mahsulotlari degan do'kon shu. Shu yerga kelsanglar bo'ladi. Undan keyin telefonda maslahat so'raydim deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, ayrim xonaga telefon nomerlarini qoldirib qo'ysanglar, o'zimiz aloqalashsak bo'ladi. Amal bor, tavsiyarim kelsanglar 100 turani ko'rishib qilsak bir qadar yaxshi deb o'ylayman.